Bugungi kunda investitsiya loyihalarini samarali boshqarish va mahalliylashtirish jarayonlarini rivojlantirish iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ana shu yo'nalishda malakali kadrlar salohiyatini oshirish maqsadida Bank Moliya akademiyasida maxsus o'quv kurslari tashkil etildi. Tadbirdan muxbirimiz Zahrobonu Jo'raqulova xabar beradi. Mazkur o'quv dasturi davlat xaridlari tizimi, investitsiya loyihalarini boshqarish hamda mahalliylashtirish jarayonlarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan. Kurslarda vazirlik va hududlardagi mutaxassislar ishtirok etishdi. Mashg'ulotlar Bank Moliya akademiyasining professor o'qituvchilari va tajribali amaliyotchilari tomonidan olib borildi. Muhtaram prezidentimizning qarorlarini ijrosini ta'minlash maqsadida qisqa muddatli malaka oshirish kursimiz bo'lib o'tyapti va mazkur malaka oshirish kursini 11 hafta davomida davom ettirish rejalashtirilgan. Hududlar va tarmoqlar kesimida 70 dan ortiq mutaxassis va rahbar kadrlarni qayta tayyorlanmoqda. Ayni kunga qadar kurslarda 70 nafardan ortiq mutaxassis malaka oshirgan bo'lsa, kelgusida davlat xaridlari va investitsion boshqaruv yo'nalishlarida minglab mutaxassislar o'qitish va qayta tayyorlash rejalashtirilgan. Bugungi kunda Sanoat kooperatsiyasi va davlat xaridlari agentligi hamda Bank va Moliya akademiyasi tomonidan hamkorligida tashkil etilgan bugungi kurs jarayonlari bizga juda ham muhim ma'lumotlarni bermoqda. Masalan, biz bu kurslar davomida qo'shimcha qiymat, uni sohalardagi o'rni haqida bir batafsil ma'lumotlar olyapmiz. Dastur nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish tamoyili asosida shakllantirilgan bo'lib, shu maqsadda tinglovchilar uchun yirik sanoat korxonalari va ilmiy markazlarga amaliy tashriflar tashkil etildi. Zahrobonu Jo'raqulova, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.